Kattalarimizdan kelgan shu gap bor, teng-tengi bilan degan gap. Bu ham juda ham muhim, juda ham to'g'ri gap deb ham hisoblayman. Siz o'zingiz qanaqadir tarbiya topgan oilaviy usulingizda shunga o'xshash oilaviy tarzda yashaydigan hayotga tushasiz. Bunda juda ham qiyinchiliklarga katta qaltis qiyinchiliklarga uchramaysiz deb o'ylayman. Uni ham o'ziga yarasha plus-minuslari bor. Rivojlanishingiz ham qanchalik sekinroq yokida kam bo'lishi mumkin, lekin hayot tarzingiz bir me'yorda ketishi mumkin. Yokida sizni umuman boshqa hayot tarziga tushirgan odamlarni kuzatadigan bo'lsak, mana shundan ham kelib chiqadi. Ayollarimiz tabiatan yetakchilikni qo'liga olmasa, shu vaziyatdan chiqib ketmaydigan oilaviy vaziyatlar bo'lib qoladi. Shuning uchun ham ko'p ayollarimiz oilada hozir yetakchi bo'lib, bosh bo'lib ketishyapti, lekin uni ham aytishadi-ku, aqlli ayol kimdir ko'rsatib qiladi, kimdir ko'rsatmay qiladi. Baribir oila boshidan qo'rqib turilsa, oila boshi erkak kishi bo'lsa, oila boshi qattiq qo'l bo'lsa, farzandlarning tarbiyasiga ham, oilaviy usuliga ham, tarbiya usuliga ham foydali bo'ladi deb hisoblayman.